Xotin, eshik jing'illayapti, qaramaysanmi? Kim ekan erta? Alo, Muzab. Kecha chaqirgan qizlaring kim edi? Basharasi esimda yo'q. Eshigimni tagida bittasi turibdi. Uyimizda hech kim yo'q. Dadam bilan ham bozorga ketishgan. Kim ekan dadasi? Bolalar dingillatib o'ynashyapti. Ana xotin ko'ynak olaman dedingmi? So'radim. Ha, ol ko'ynak. Voy, rahmat. Yuvinib chiqincha tayyorladim. Bo'ling. Yuvinib chiqaman. Dadam uyda yo'q dedim-ku. Ketavering. Bugun kelmasa kerak. Voy, kim ekan o'zi dadasi? Yosh bolalar yana o'ynashyapti-da. Anu salonga boraman dedingizmi? O'ziga qarang. Bugun boshqachamisiz dadasi? Quyosh qatdan chiqdi. Bo'pti, yuring, choy ichamiz. Internetda bittasi eri xiyonat qilgan ekan, o'ldirib qo'yibdi. Shu ham kam o'zi, battar bo'lsin. Yaxshilik-ku. Xotin, mana shu hamma pulimni ol. Nima kam bo'lsa qil, a? Rahmat dadasi. Bo'pti, qaraychi eshikka. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan qaynag'amga mendan podarka. Kvartirada qiynalib yuribdi dedingmi? Rahmat. Dadasi rizqi xursand bo'ldi. Lekin eshikka qarang. Hozir shu bolalarni urishmasam. Shu eshikka qarama, xotin. Bizlar internetlarda chiqib yurmaylik, xotin. Qaramadingmi? Xotin. Ochma, xotin. Ochma. Nayna. Dugonasi ekan, g'irt halakat qiz ekan.